21-asrning vabosi bu mashhurlik degan kasallik. Mashhur bo'lishlikni xohlaydi hamma. Agar Alloh taolo bir bandani mashhur qilishni xohlasa, o'zi bilgan yo'l bilan mashhur qilib qo'yadi. Uni xohlamasa ham. Ammo Alloh xohlamagan bo'lsa mashhur qilishlikni, o'zini o'tga uradi, cho'qqa uradi, nima bo'lmaydi? Birodarlar, mashhurlik yaxshi narsa emas. Ishonaveringlar, yaxshi narsa emas. Ayniqsa men yoshlarga aytyapmiz bu narsani. Yaxshi narsa emas mashhurlik, gap qisqasi. O'sha mashhur bo'lgan artistlardan, aktyorlardan, qo'shiqchilardan, xullas mashhurlik balosiga mubtalo bo'lganlardan so'raylar-da, o'zi avvalgi hayotim yaxshi edi ekan deydi. Birodarlar, yolg'iz Alloh taoloning o'zi hukm qiladi. Hamma ish Alloh taoloning qo'lida. Ato qiladigan, man qiladigan o'zi, ko'tarib tushiradigan o'zi, aziz qilib xor qiladigan o'zi. Agar shunga iymoningiz komil bo'lsa, qalbingiz xotirjam bo'ladi.